Salom do'stlar, kompyuterni noldan o'rganayotganlar uchun bugungi videorolikda sizlarga kompyuterda fayllarni yashirish, papkalarni yashirish to'g'risida bo'ladi. Agar siz fayllaringizni kompyuterda yashirishni xohlasangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring va albatta kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Demak, boshlaymiz. Kompyuteringizda fayllarni yashirmoqchi bo'lsangiz, misol uchun birorta bir papka yaratasiz. Ya'ni kompyuteringizda sazdat papka deysiz. Va bu papkani o'zingiz xohlagan nomingizdan nomlashingiz mumkin. Misol uchun test deb nomlaymiz. Mana papka yaratdik. Ushbu papkaga siz o'zingiz yashirmoqchi bo'lgan fayllaringizni joylaysiz. Misol uchun kinomi, klipmi, dokumentlarmi, rasmlarmi, istalgan fayllarni ushbu papkaga joylaysiz. Misol uchun mana bu bolalar mp3sini hozir yashirib ko'rsatib beraman. Buni verizat qilib shu papkaga joylayman. Mana tushdi. Buni nomini hozir kopirovat qilib olamiz. Va shu papkadan tashqariga chiqamiz. Mana test degan papka yaratdik. Bu papkaga biz istalgan fayllarimizni joylashimiz mumkin va uni yashirishimiz mumkin. Buning uchun ushbu papkaga sichqonchaning o'ng tugmachasini bosamiz va bu yerdan svойства degan yozuvga bosamiz. Bu yerda mana eng pastda skryty degan yozuv turibdi. Shu skrytyga ichiga qo'yamiz. Mana только для чтения ichkasini olib tashlaymiz va применить. Bu yerda применение изменения только этой papka degan yozuvga ichkani bosamiz va OK bosib chiqib ketamiz. Mana ko'rib turganingizdek papkamiz xiralashdi. Endi buni yo'qotish uchun pusk bo'limiga kiramiz. Pusk bo'limidan panel управления bo'limiga kiramiz. Agar sizda bunday ko'rinishda chiqmasa, mana bu yerda sizda bunday ko'rinishda chiqishi mumkin. Yuqori burchakda kategoriya degan yozuv turibdi. Shuni bosib bu yerdan крупный значкini tanlaysiz va bu yerda mana bu yerda parametri papok degan yozuv turibdi. Shuni ustiga bosamiz. Va bu yerda ikkinchi qatorda vid degan yozuvni ustiga bosasiz va bu yerdan pastroqqa tushib, ya'ni mana bu yerda pastroqda ne показывать скрытые файли, papka и диски degan yozuvni ichga qilib bosamiz va применить OK tugmasini bosamiz va boyagi papkamizni qidiramiz. Mana boyagi yaratgan test degan papkamiz to'la yashirildi. Boyagi qo'shig'imizni qidirib ko'ramiz. Mana bu yerdan boyagi bolalar mp3sini kopirovat qo'yganimiz nomini qidirib ko'ramiz. Mana hech qanday obyekt topilmadi deyapti. Mana bu yerdan ham qidirib ko'ramiz. Mana hech qanday obyekt topilmadi. Yandexdan qidirilyapti. Demak, yashirgan faylimiz kompyuterdan qidirilsa ham topilmaydi, chunki biz u faylni yashirib qo'ydik. Shunday qilib siz istalgan faylingizni yashirishingiz mumkin. Endi yashirgan faylingizni qanday qilib asl holatiga kelishini ko'rsataman. Yana shu pusk bo'limiga kiramiz. Bu yerdan panel управления bo'limiga kirib, bu yerdan parametri papkani yana tanlaymiz va boyagi bo'limga o'tamiz, vidga. Yana o'sha pastroqqa tushib, endi esa показывать скрытые файли, papka и diskini tanlab ichga bosamiz va применить OK tugmasini bosamiz. Bu yerdan chiqib ketib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek test degan papkamiz paydo bo'ldi. Buni yana ham asl holiga keltirish uchun yana sichqonchaning o'ng tugmachasini bosamiz va bu yerdan свойства bo'limini tanlab skryty ichkasini olib tashlaymiz va применить, ya'ni so'rayapti применение изменений только этой papkani bosamiz. Faqat shu papka uchun o'zgarishni tanlaymiz va OK tugmasini bosib yana OK tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek papkamiz yana asl holatiga qaytdi. Shunday qilib siz istalgan faylingizni yashirishingiz mumkin. Uni hech kim topa olmaydi.
faqat o'zingiz topishingiz mumkin. Agar buni topishni biladigan inson bo'lsa topa olishi mumkin. Faqat buni o'zingiz uchun yashirib qo'yishingiz mumkin do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa like bosing do'stlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldiring. Tushunmagan joylaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Keyingi videolarda bundan ham qiziq videolarni tayyorlab chiqaman do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.